Bugun aksar masihiylar faqat Ota Xudo bor deb ishonadi. Ammo muqaddas kitobning asl matnida Xudo ko'plik shaklida Elohim deb ataladi. Agar faqat Ota Xudo bo'lsa, Xudo birlik shaklida tasvirlanishi kerak edi. Biroq muqaddas kitobda Xudo eski ahdda taxminan 2500 marta Elohim deb ataladi. Ibroniy tilida el yoki Eloh birlikdagi Xudodir. Biroq muqaddas kitobda Xudoni tasvirlash uchun taxminan 2500 marta ishlatilgan Elohim birlik emas, balki ko'plik shaklini anglatadi. Bu degani Ota Xudo biz uchun yagona najotkor emas. Muqaddas kitobda Xudo ko'plik shaklida biz deb ifodalangan. Keyin Xudo shunday dedi: endi inson zotini yarataylik, ular o'z suratimizday, o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Xo'sh, biz haqida gapiradigan Elohim Xudo qanday ko'rinishga ega? Shunday qilib Xudo o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini, erkak va ayol qilib yaratdi ularni. Xudo erkak va ayolni o'z suratida yaratdi. Bu shuni anglatadiki, Xudo erkak qiyofasida, ota qiyofasida va ayol qiyofasida, ona qiyofasida ham mavjud. Shu sababli Xudo o'zini ko'plikdagi biz deb ataydi. Osmon va yerni yaratib, bizni qutqaradigan Xudo Elohim, ya'ni Ota Xudo va Ona Xudo.